Mana endi jarayonimiz. Mana yog'imiz surkadik, tuzlangan yog'i. Albatta paxta yog'i bo'lishi kerak. Yarim kilo paxta yog'iga yarim kilo tuz aralashtirib, sho'rnamadagi tandirga surkaladi. O'shanda nonni orqasini berish yaxshi bo'ladi. Yopganda yaxshi beradi nonni. Orqasini. Tandir ham qurishga bog'liq ama lekin mana pishgan ish bilan bundoq qilib uriladi tandirga. Orqasi ham urilgan, mana suv oladi endi. Suv olgandan ham ko'rsatamiz. Mana olov yonib turishi kerak tandirda. Qancha yaxshi yonsa, shuncha yaxshi baland yoqishimiz, bir qarich yonib tursa bo'ldi. Mana qadrli do'stlar, Farg'ona viloyatidagi Vali qishlog'idagi tandirimiz bitta mana. Xudo xolasa bitta yorilgani yo'q. Choklari zo'r. Xudo xolasa 3 kunda quriydi, non yopib aytadilar. Xudo xolasa aytishadi. Non qalay bo'lishini yana komment bo'ladi. Sizni qishlog'ingizda ham o'rnatishingiz mumkin. Telefonlashamiz, gaplashamiz, o'zimiz o'rnatamiz, siz maslahat beramiz tekinga. Like, podpiska istashimiz, like bosib qo'yamiz, ayamang. Mana qadrli do'stlar, nihoyasiga yetdi. Farg'onada Vali qishlog'idagi tandirimiz Xudo xolasa egasiga topshirdik. 3 kundan non yopgandan keyin yana gaplashamiz. Balkim siz ham yurtingizda bo'lishi mumkin. Like, podpiska unutmaymiz. Let's go. Ana tandirimiz. Xudo xolasa zo'r. Bunachilar mana stikodamiz. Stikonni kalisini ko'rasizlarmi? Stikon kalisini. Birinchi bitta mana. Ana. Akfa superkelit tushaverargan akfaniki mana. Stikon mini pesa bo'laverargan, holagan paytingiz mana. Kalit yo'qoldi deyish yo'q. Mana yuryapmiz mana. O'sha kalitni mana. Vodiy yo'li yapmiz, Namanganga yo'l bo'lyapmiz. Namanganga yo'l oldik mana. Farg'ona Rahmonalidan mana. Tandirlarni qurish davom etamiz. Umurtqa solish xizmatlari ham bor. Telefon qilaverasizlar. Zo'r qilibdi.